Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Navbahor tumani 2-son politexnikumiga loyihachi UZB jamoasini qilgan ishlarini sizlarga obzor qilib ko'rsatgani keldik. Kelinglar birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana fasadga e'tibor berishingiz mumkin. Juda ham chiroyli va zamonaviy high-tech uslubida mana bunaqa remontlari qilingan. Buni hammasini loyihasini iminni shu loyihachi jamoasi qilib bergan va o'sha asosida remontlari qilingan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli high-tech uslubida va bu dizayn kamida 5-6 yil davomida o'zini aktualligini yo'qotmaydi. Endi sizlar bilan ichkari tomonlarni ham hozir ko'rib chiqamiz. Obyektimizni tashqi fasadiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bunaqa oranjiy ranglar bilan va seri rang bilan chiroyli uyg'unlashgani va chiroyli mana bunaqa naqshlar bilan bezatilganini ko'rishimiz mumkin va bu juda ham zamonaviy ko'rinish bergan va bu yoq tarafda ham ko'rsanglar bo'ladi. Alohida beso'naqay oynalar ham ko'rinib turibdi va o'sha oynalardan ham chiroyli holatga keltirish uchun ustida ishlanganini sezish qiyin emas. Glavniy paradniy xodimizdan kirganimizda mana shunaqa zamonaviylik va rasmiylikni uyg'unlashgan burchaklarni ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli toshlar, har xil dekorativniy narsalar ishlatilgan. Mana bunaqa MDF panellari bilan monolit toshlarni eslatadigan o'sha PVH lar bilan birgalikda juda ham chiroyli ko'rinishga olib kelgan va buni aynan loyihachi UZB jamoasini loyihalari asosida shu holatga keltirishgan. Va bu yoq taraflarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta burchagiga, har bitta joyga alohida detalga e'tibor berilganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu texnikumimizga kelishimizdan oldin biz loyihani birma-bir qo'limizga olib ko'rib chiqdik va xuddi shu mana ko'rib turgan javoniylar, kitoblarning turishi hammasi shu loyiha bilan birga-bir qilinganini ko'rdik va ishonchimiz komil bo'ldi. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan Navoiy viloyatiga tashrif bo'lganini hammamiz bilamiz va o'sha tashrif davomida Navbahor tumaniga aynan shu politexnikumimizga tashrif buyurilgan va undan oldin hokimlik tomonidan tanlov e'lon qilingan, loyihalar tanlovi va ushbu tanlovda butun Navoiy viloyatidagi hamma loyihachilar qatnashgan va aynan loyihachi UZB jamoasining loyihasi bu tanlovda g'olib bo'lgan va quruvchilarimiz aynan shu loyiha bo'yicha ushbu obyektimizni shunaqa chiroyli holatga keltirishgan. Texnikumimizning ichki hovlisidamiz va hovlimizda loyiha birinchi tanlov e'lon qilinganida mana shunaqa ayvon, bu yoq tarafda o'sha besetkalar bo'lishi ko'zda tutilganida va shart qilib qo'yilgandi. Aynan loyihachi UZB jamoasi orqali qilingan loyihada mana shunaqa chiroyli reshenyalar berilgan va ushbu loyiha albatta qolgan loyihachilarning orasida birinchi o'rinni o'sha g'oliblikni olgan. Aynan sizga ham shunaqa agar loyihalar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingizning hovlingiz bo'ladimi, podofis joyingiz bo'ladimi, agar boshqa imoratlaringiz, biznes sentrlaringiz bo'ladigan bo'lsa ham aynan loyihachi UZB jamoasini sizga xizmatlarini taklif qilamiz. Chunki sizga optimal reshenya, chiroyli dizayn va hamyonbop dizaynni qilib berish uchun aynan loyihachi UZB jamoasining xizmatlari sizga yordam beradi. Albatta, mana shu raqamlarga telefon qilgan holatda loyihachi UZB jamoasi bilan bog'lanishingiz mumkin yoki direct orqali murojaat qilishingiz mumkin.